Mana quyish jarayoni. Beton quyiladi. Eng oxirgi o'sha sesmani eng tugagan joyi ishlatiladi bu. Usta akalarimiz bilishadi. Assalomu alaykum, Xunoman TV a'zolari, Ustoxir YouTube kanali a'zolari. Nasib bo'lsa, bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida o'sha penoblok ishlab chiqaradigan joyga keldik. Oldin ham videolarni chiqarib berganmiz. O'zimiz ham sotib olganmiz. Juda ham sifati yaxshi. Dastlabki qilib berishadi. Kasbi tuman bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqa joylardan bo'lsa ham imkon qadar qilib berishadi. Zakaz asosida quyilgan Lego bloklarimiz bor. Keyin pergorodkalar uchun penobloklarimiz bor. Bu razmeri 60 ga 30 20 ligi. 14,5 mingdan bir xil narx ekan. Mana bular ham bu mana penoblokning o'sha Lego bo'lmagan varianti. Keyin mana ariqcha variantlari ham bor ekan. Beton quyiladi. Eng oxirgi o'sha sesmani eng tugagan joyi ishlatiladi bu. Usta akalarimiz bilishadi. Va mana buni ichi teshiklik varianti bu. U armatura qo'yib beton qo'yiladi. Uni ham ko'rsam. Operator keling. Bu ham 60 ga 30 20 14,5 ming so'm. Pergorodkalar 11,5 ming so'm mana. 12 ga 30 60 sm. Bu pergorodkalar uchun beriladi. Kim kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa Kasbi tuman bo'yicha o'sha dastlabki qilib berishadi. Nomerlarni qo'yamiz ekranga. Yo'qlarni ham ko'rsataylik. Bering operator. Operatorimiz yosh holi, e'tibor bermaysizlar. Pergorodkalar uchun yana bloklarimiz mana quyilgan. Bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Hozir quyish jarayonlarini ham ko'rsataman. Oldin ham videolarni ko'p chiqarib berganmiz usta akani. O'zimiz ham olib uyga ishlatganmiz. Sifat juda ham yaxshi. Mana variantlar qo'yib qo'yilgan. Qurib yotibdi bular. Mana bu Lego bloklarimiz bo'ladi. Mana usta akalarimiz tushunishadi. Mana shunday variant bo'ladi. O'sha armatura qo'yib, ichiga beton qo'yib ketaverishadi. Bu yana ko'rsatgan Lego blokimni mana bu qismi o'sha eng oxirgi tugagan qismi bo'ladi. Shunga beton qo'yiladi. Eng oxirgi qismi mana shu bo'ladi. Ichiga beton qo'yib ketaveradi. Kim kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Mana tayyorlar juda ham ko'p. Ichkariga ham bor, quyishyapti. Jarayonlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga nasib bo'lsa. Mana quyish jarayoni. Kelib olib ketaverasizlar. Bemalol chiroyli qilib berishadi nasib bo'lsa. Ko'p yillik tajribaga ega. O'sha oldin ham o'zimiz xarid qilganmiz, videolarni ham chiqarib berganmiz. Ekrandagi raqamlar Telegram ulangan, aloqa chiqaverasizlar. Mana quyilgan tayyor jarayoni qurgandan keyin olib o'sha terishadi. Olish jarayoni. Mana issiqqina tandirdan chiqib penoblokga. Nasıl bir şey? Azizlar kimga penoblok kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar bemalol. Nasib bo'lsa pergorodka demak, keyin uylar tersa bo'ladi, keyin Lego bloklarimiz bor. Terib ketaverasiz bemalol. Ichiga betonni qo'yib tez ko'tariladi va oxirgi qator o'zini latoga ham bo'ladi. Narxlarni qisqacha aytib o'tdik. Yana batafsil video davomida xato kamchiliklar bo'lsa, so'rab egalaridan bemalol olaverasizlar. Hammaga omad, topganlarga Alloh baraka bersin. Instagramga o'tib qo'yinglar. Yo'l videosini chiqardik.